deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bugun Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 22-chi sessiyasini o'tkazish uchun yig'ilib turibmiz. Sessiya ishimiz ijtimoiy tarmoqlarda jonli tarzda yoritib borilmoqda. Sessiya ishida Xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari hamda kun tartibidagi masalalarga aloqador korxona, muassasa hamda tashkilotlar rahbarlari ishtirok etishmoqda. Sessiyamizda Xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 22 nafari ishtirok etishmoqda. Sessiya ishimizni boshlash uchun kvorum yetarli. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsa degan taklif tushyapti, boshqa takliflar bormi? Yo'q. Bo'lmasa sessiyani ochilsa degan deputatlarni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 21-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kartini saylab olishimiz kerak. Birinchi Oqoltin saylov okrugidan deputat Shariyeva Dilfuza Aliyorovani sessiya kotibligiga saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Takliflar bo'lmasa, Dilfuza Aliyorovani sessiya kotibligiga saylansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Birinchi Oqoltin saylov okrugidan deputat Shariyeva Dilfuza Aliyorovna sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat deputat. Sizlar iltimos bo'ladi, so'zga chiqadiganlar hammasini siz familiyalarini yozib olasiz. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish
va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoq komissiyani saylab olishimiz zarur. Sanoq komissiyani tarkibi sizlarga berilgan. Sanoq komissiyasi a'zolariga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bormi? Bu holda sanoq komissiyasi a'zolariga nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Kimda kim sanoq komissiyasi a'zolarining taklif etilayotgan tarkibiga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. E'tiroflar? Yo'q. Sanoq komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibiga kelishib olishimiz kerak. Sessiyaning kun tartibi loyihasi sizlarga tarqatilgan. Kun tartibiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa kun tartibini qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. E'tiroflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishini ko'rib chiqishdan ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, muhokama so'zi uchun 3 daqiqagacha, savollar va takliflar uchun 3 daqiqagacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Reglamentga qat'iy amal qilishlaringizni so'raymiz. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'z tuman hokimligi birinchi o'rinbosari Xolniyozov Sattor Mahmudovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Barchamizga ma'lumki, boshqarma rahbarligida joriy yilning 13-mart xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalariga bag'ishlangan video sektor yig'ilishi o'tkazildi. Mazkur yig'ilishda aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish, murojaatlarni kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish, ularni tezkor va samarali hal etish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, fuqarolarning qiynayotgan muammolarni bartaraf etishda manzilli yondashuvni kuchaytirish, har bir murojaat ortida inson taqdiri turganini inobatga olgan holda ish tashkil etish zarurligi alohida ta'kidlandi. Yig'ilishda xususan Qarshi shahar tajribasi asosida barcha shahar va tumanlarda aholi murojaatlari bilan ishlashning yangi mexanizmlarini joriy etish, bu borada aniq chora-tadbir rejasini ishlab chiqish hamda ularni xalq deputatlari va mahalliy kengashlari tasdiqiga kiritish vazifasi belgilandi. Ushbu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hokimligi tomonidan Surxondaryo viloyat hokimining 2026-14-aprildagi viloyatda aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish hamda bu borada Surxondaryo viloyati tajribasini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 56.8 F/26 sonli farmoyishi asosida Muzoffer tuman hokimining farmoyishi qabul qilindi. Mazkur farmoyishga muvofiq aholi murojaatlarini tezkor o'rganish, ularni samarali hal etish ishlarini tashkillashtirish hamda muvofiqlashtirib borish maqsadida tegishli tashkilot idoralardan mas'ul xodimlar jalb etilgan. Holda maxsus shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga aholi murojaatlarini bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, murojaatlarni tahlil qilish, ularning takrorligi oldini olish va muammolarni manzilli hal etishga qaratilgan alohida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman kengashiga kiritildi. Hurmatli deputatlar, bugungi kunda murojaatlar bilan ishlash davlat organlari faoliyatining eng muhim mezonlaridan biriga aylangan. Zero har bir murojaat orqali inson taqdiri, xalqning dardi va ishonchi mujassam. Jumladan joriy yilning aprel oyi tahlil qilinganda tuman aholisidan prezident virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar soni 2026-aprel holatiga ko'ra 472 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2025-yilda 549 ta 77 taga yoki 14% ga murojaatlar kamaygan. Ko'rib chiqilgan 343 ta murojaatning 179 tasi yoki 52.13% ijobiy hal etilgan. 145 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish va ma'lumotlar berilgan. 4 ta murojaat rad etilgan, 2 ta murojaat ko'rilmasdan tugatilgan, 1 ta murojaat ko'rilmasdan qoldirilgan, 5 ta murojaat tushuntirish 5 orqali yopilgan, 6 ta murojaat uzoq muddatli nazoratga olingan, 1 ta murojaat ma'lumot uchun qabul qilingan. Shuningdek, ayni paytda 129 ta murojaat
belgilangan tartibda o'rganish va tegishli xulosalar tayyorlash jarayonida bo'lib, ularning asosiy qismi aprel oyi oxirida kelib tushgan murojaatlar hisoblanadi. Mazkur murojaatlar bo'yicha qo'shimcha o'rganish, tegishli tashkilotlar bilan kelishuv va bir nechta idoralar ishtirokida o'rganishni talab etgani sababli amaliy choralarni belgilash ishlari olib borilmoqda. Tashkilotlar kesimida murojaatlarni qabul qilganimizda eng ko'p murojaatlar tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazida 82 ta, majburiy ijro byurosi tuman bo'limida 29 ta, ya'ni aliment bilan bog'liq. Tuman ichki ishlar bo'limida 27 ta, kamolni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limida 21 ta, Muzrabot tuman hokimligida 19 ta, tuman tibbiyot birlashmasida 16 ta, tuman maktabgacha va maktab ta'limida 15 ta murojaatlar qayd etilgan. Sohalar kesimida tahlil qilinganda 18 yoshgacha bolalar nafaqasi bilan bog'liq murojaatlar 76 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 48 taga ko'paygan. Aliment undirishga oid masalalar 39 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 2 taga kamaygan. Sodir etilgan huquqbuzarliklarning oldini oid masalalar 11 ta bo'lib o'tgani mos davrga 4 taga ko'paygan. Ichki yo'llarni asfalt va shag'allashtirish, ta'mirlash masalalari 11 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 6 taga ko'paygan. Mol-mulk va mablag'larni qarzni qaytarmaslik 10 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 7 taga ko'paygan. Elektr tarmoqlari obyektlarini simyolash, transformator punkti qurish, ta'mirlash, o'zgartirish 10 ta bo'lib o'tgani mos davrga nisbatan 2 taga ko'paygan. Ish bilan ta'minlash so'rovi 8 ta, muhtojlarga bir martalik moddiy yordam masalalari 6 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 9 taga kamaygan. Ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar 8 ta bo'lib o'tgani mos davrga ko'ra 3 taga kamaygan. Oilaviy nizolar va kelishmovchiliklar 4 ta bo'lib, yilning mos davriga ko'ra 2 taga kamaygan. Mahallalar kesimida eng ko'p tushgan murojaatlarni tahlil qilganimizda Yangiqayot mahallasida 44 ta, Mehnatobod mahallasida 35 ta, Shafqof mahallasida 35 ta, Nurlihayot mahallasida 28 ta, Oriyat mahallasida 21 ta, Yo'lchi mahallasida 19 ta, Xalq yo'li mahallasida 19 ta, Yurtim Jamoli mahallasida 18 ta, Yangi mahallasida 18 ta murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlar oshgan mahallalarda joriy yilning 1-aprel kunidan 30-aprel kuniga qadar tuman hokimi tomonidan tumandagi Yangiqayot, Shafqof, Mehnatobod, Xalq yo'li, Nurlihayot mahallalarida hamda tuman hokimi binosida jismoniy va yuridik shaxslar bilan jami 4 ta shaxsiy sayyor qabullar tashkil etildi va o'tkazildi. Mazkur sayyor qabullar davomida fuqarolarning murojaatlarini o'rganish, ularni joyida hal etish hamda mavjud muammolarga amaliy yechim topish maqsadida fuqarolarga ochiq muloqotlar olib borildi. O'tkazilgan qabullar davomida jami 80 ta fuqaro tomonidan 93 ta masala yuzasidan murojaatlar kelib tushdi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, ijroga qaratildi. Tahlillarga ko'ra kelib tushgan 93 ta murojaatdan 18 tasi yoki 73% ijobiy hal qilingan. 25 ta murojaat bo'yicha esa fuqarolarga huquqiy tushuntirish va zarur ma'lumotlar berildi hamda qonunchilik doirasida tegishli tartibda hal etildi. Mazkur ko'rsatkichlar tuman hokimligi tomonidan fuqarolarning murojaatlarini tezkor va samarali ko'rib chiqish, ularning muammolarini joyida bartaraf etish borasida tizimli ishlar olib borilayotganini ko'rsatadi. Hisobot davrida ko'rib chiqilgan barcha murojaatlar ijrosi qat'iy nazoratga olinib, tegishli tashkilot va idoralar tomonidan belgilangan muddatlarda ijro etilishi ta'minlanmoqda. Mazkur raqamlar oddiy statistika emas, balki har bir mahalla kesimida jamlangan ijtimoiy ehtiyojlar, yechim kutayotgan masalalar va fuqarolar ishonchining darajasi oshib bormoqda. Ayniqsa murojaatlar oqimi yuqori bo'lgan hududlarda masalalar aytilgan muammodan ko'p takrorlangan ehtiyoj darajasiga o'tganini anglatadi. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, murojaatlar sonining oshishi faqatgina ijro organlari zimmasidagi yuklama emas, balki hududiy vakillik tizimi, jumladan deputatlar faoliyatining ham samaradorligi ko'zga tushadi. Ya'ni har bir ko'tarilgan masala ortida joyida yechim topilmagan, kechiktirilgan yoki tizimli yondashuv talab etadigan masalalar mavjudligini anglatadi. 2026-yilning aprel oyida murojaatlar tahlil natijalariga ko'ra murojaatlarning sonini kamaytirish va oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar. Eng ko'p murojaatlar tushayotgan yo'nalishlar %68 yoki 70% ijobiy hal etilgan. 25 ta murojaat bo'yicha esa fuqarolarga huquqiy tushuntirish va zarur ma'lumotlar berilgan hamda qonunchilik doirasida tegishli tartibda hal etildi. Murojaatlar sonini kamaytirish va oldini olish borasida bolalar nafaqasi, aliment, infratuzilma bo'yicha joylarda profilaktik tushuntirish ishlarini kuchaytirish, mahallalar kesimida muammo manbaini
erta aniqlash va joyida hal etish tizimini yo'lga qo'yish, fuqarolar bilan ishlashda murojaatga yetib bormaslik mexanizmini kuchaytirish, murojaatgacha yetib bormaslik, ijobiy hal etish ko'rsatkichlarini oshirish, elektr ta'minoti, bandlik va soliq yo'nalishidagi tashkilotlarda ijro nizomini kuchaytirishimiz zarur. Uzoq muddatli nazoratdagi murojaatlarni qisqartirish bo'yicha alohida tezkor ishchi guruh ishini yo'lga qo'yish, har bir tashkilot bo'yicha haftalik monitoring joriy etishimiz, mahalla darajasidagi ishlash tizimi yangi hayot mehnat shaffof muhitlarda sayyor va qabul va profilaktik uchrashuvlarni ko'paytirish, har bir mahalla bo'yicha muammo xaritasini yangilash, deputatlar va mahalla yetkiligi bilan birgalikda hal qilish tamoyilini kuchaytirish, aholi bilan ochiq muloqotni kengaytirish, sayyor qabullar sonini oshirish, har bir murojaat bo'yicha qayta aloqa tizimini yo'lga qo'yish, fuqarolarni huquqiy xabardor qilish. Murojaatlar bo'yicha hurmatli deputatlar, qisqacha axborotim shu. Hurmatli rais. Rahmat, savollar bormi? Ana o'tgan marta ham shu murojaatlar bo'yicha tahlil qilganimizda xuddi mana hozirgi mahallada shu yurtim jamoasiga yangi yer qo'shildi. Deputatlarga o'sha hududlarga chiqib, mana shu murojaatlar qaysi soha bo'yicha ko'paygan bo'lsa, o'sha soha vakillari bilan birgalikda tahlil qilib chiqilgan. O'sha tahlil jarayonida qaysi tashkilotlar bo'lmaydi? Deputatlar bormi bilan tahlil qilingan? Mana elektr setdan keyin soliqdan bo'lyapti, ko'proq e'tiroz bo'lyapti. O'sha vakillar yana bir marta shuni aytish kerak. Nima deydi? Jalb qilib bitta soha bo'yicha, keyin ikkinchi masalasi borib o'rganilgan murojaatlar yuzak bo'lgan ko'pchilikda. Bizlar tahlil qo'yib, o'sha murojaat qanoatlanmasdan turib yana ikkinchi marta murojaat qilish kerak bo'ladi. Shu sohada qanday bir nazorat kuchaytirish kerak? Bu bo'yicha tuman hokimligida ijro intizomi bo'yicha yangi rahbar ham qo'yilgan. Shularni nazoratga olingan, yana ham kuchaytirib nazoratga olinib, bunday yuzaki yopirilgan murojaatlarni yo'l qo'ymaymiz. Birgalikda ishlaymiz. Savollarga takliflar bormi? Savollarga takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihasi qo'lga tasdiq berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilinadi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi PF 223 farmoniga asosan 2026-yilda Muzarabad tumanining kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturining joriy yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar haqida. Kun tartibidagi masala yuzasidan ham so'z Xolniyazov Sadra. Rahmat. Hurmatli deputatlar, xabarlaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-20 dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 223 sonli farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 2026-yilda Muzrabot tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi to'g'risidagi 2026-29 kunidagi xalq deputatlari Muzrabot tuman kengashining qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Jumladan, iqtisodiyot sohasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha axborot bersam, hurmatli Prezidentimizning har bir sohada yaratib berayotgan keng imkoniyatlardan samarali foydalangan holda tumanda birinchi chorak yakuni bo'yicha asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar ijrosi yuzasidan quyidagi natijalarga erishildi. Hududda sanoat mahsulotlari hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 106.4% ga bajarildi. Ya'ni viloyatdagi sanoatimizning ulushi 5.2% tashkil etadi. Aholi jonboshiga 1.2 million so'mga yetkazildi. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish. Xizmat ko'rsatish hajmi 263.1 milliard so'mga teng bo'lib, o'sish sur'ati 2025-yilning mos davriga nisbatan 118.6% ga yetkazildi. Aholi jonboshiga 1.642 million so'mga yetkazildi. Viloyatdagi ulushimiz 2.7% tashkil qiladi.
Qurilish korxonalari tomonidan jami 80,3 milliard so'mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, o'tgan yil shu davrga nisbatan 114,1% o'sish ta'minlandi. Viloyatdagi ulushi 2,5%. Chakana savdo aylanmasi hajmi 344,6 milliard so'mga yetkazilib, o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 122% ga bajarildi. Bu sohada viloyatdagi ulushimiz 4,3% ni aholi jamoashiga 2,150,000 so'mga yetkazildi. Bundan tashqari sanoat korxonalarining manzilli ro'yxatlari shakllantirilib, ularning muammolarini o'rganib chiqib, respublika, viloyat hamda tuman darajasida muammolari viloyat shtabiga kunlik ma'lumotlar taqdim etib borilmoqda. Yangi shurlarni tashkil etish bo'yicha 2026 birinchi oylik uchun 3834 yangi shurlar yaratish belgilangan bo'lib, amalda 5616 yangi shurlar yaratilib, belgilangan reja 146,5% ga bajarilgan. Xususan aholining doimiy ish o'rinlariga joylashtirish hisobiga 613 ta hamda 4522 nafar fuqarolarni aholi daromadini oshirish hisobiga va yashil iqtisodiyotni qisqartirish ishlarini jadallashtirib, ish o'rinlarini soyadan chiqarish hisobiga 431 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, tumanimizda 11 ta kichik ishlab chiqarish loyihalari xizmat ko'rsatish yo'nalishida mikro loyihalarni amalga oshirish va 22 nafardan ortiq aholi bandligini ta'minlash belgilangan. Ya'ni har bir mikro loyihaga 2 ta ish o'rni. Mazkur topshiriq yuzasidan 2026 yil birinchi oylik davomida 11 ta mikro loyihalar shakllantirilish belgilangan bo'lib, amalda 11 ta mikro loyiha ishga tushirildi. Buning natijasida 22 ta ish o'rni yaratildi. Misol uchun Madaniyat mahallasida Xoliqov Abduhamid Mamarayevich 50 million so'm chorvachilik sohasiga, Madaniyat mahalla Xushmurodov Sherzod Yo'ldosh Mamatovga 20 million so'm, Milliy shirinlik uchun Nurli hayot mahallasida Otabek Bo'riyevichga 33 million so'mlik qishloq xo'jalik texnikalarni xarid qilish uchun kreditlar rasmiylashtirib, har bitta korxona 2 tadan ish o'rinlarini yaratgan bo'ldi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, 2026 yilda birinchi oylikda tijorat banklarining barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan jami 22,4 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Shuningdek, joriy yilning 5 oyligida tijorat banklarining barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida jami 48,5 million so'm kredit mablag'lari ajratilishi hisobiga 1535 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shundan ajratilgan kreditlar PK 149 sonli qarorga muvofiq oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida 8-9 ta subyektlarga 13,4 million so'm kreditlar ajratildi. 312 sonli qarorga muvofiq kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 75 ta tadbirkorlik subyektlariga 7,9 million so'm. PK 7 sonli qarorga muvofiq biznesga birinchi qadam dasturi bo'yicha 321 ta subyektlarga 10,2 milliard so'm ajratildi. 59 sonli bayon mahalla loyihasi doirasida 330 ta subyektlarga 16,8 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, 2026 yilda 1551 ta oilaning 7006 nafar a'zolarini kambag'allikdan chiqarish va tumanni kambag'allikdan xoli hududga aylantirish reja qilingan. O'tgan 2023 yil davomida tuman bo'yicha jami 5141 ta oila, 23189 nafar aholi kambag'al reyestriga kiritilib, 3590 ta, 16183 nafar aholi oila reyestrdan chiqarildi. Kambag'allik darajasi 4% ga tushirildi. Reyestrda qolayotgan oilalar soni 1551 ta oila bo'lib, 7006 nafar aholini tashkil etdi ular. Reyestrga qolayotgan 1551 ta oila, 7006 nafar a'zolarining 275 ta nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yakka yolg'izi borlar, ya'ni qizil toifada 1276 ta, sariq toifa oilalar hisoblanadi. Dastur ijrosi bo'yicha 275 ta nogironligi bo'lgan boquvchisini yo'qotgan kambag'al oilalarga jami 117 nafar tuman, shahar, tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlari biriktirildi. Kambag'al oilalarga individual rejalar tuzish, so'rovnoma natijalariga ko'ra 1288 ta kambag'al oilalar reyestriga kiritildi va ushbu oilalarga individual reja tuzilib, 1561 ta 6 turdagi xizmatlar biriktirildi. Jumladan barqaror bandligini ta'minlash yo'nalishida 467 ta oilaga 2226 nafar aholiga kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 561 ta xizmat ko'rsatildi. Bunda oila a'zolarining 94 nafari doimiy ishga joylashtirildi, 85 nafariga imtiyozli kredit ajratildi, 73 ta fuqaroga sud va subsidiya ajratildi, 394 nafariga tadbirkorlikka jalb qilindi, 24 nafari kasblarga
o'qitildi. Bundan tashqari ham bir qator ishlar amalga oshiryapmiz. Kooperatsiya asosida xabarlaringizga hurmatli deputatlar, tuman markazida bitta joyda pullar boqildi. Bunga 30 ta ishsiz registrdagi ayollar, kamol registrdagi oilalar kooperatsiyaga a'zo qilinib, ular subsidiya qonuni olib, har bittasi 7-8 milliondan oshib daromad ko'ryapti bir oy ichida. Hurmatli deputatlar, bu borada ham qisqacha 223-son qaror bo'yicha, farmon bo'yicha hisobotim shu. Ma'ruzachi savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Arzangizda 223 qaror hamda prezidentimiz birinchi sonli qarorlariga muvofiq Yangiyer mahallasida 3 ta piyodalar uchun osma ko'prik dasturda borligini eshitdik. Oldin ham eshitganmiz. Mana birinchi chorak yakun bo'lyapti, lekin hozirda mana shu ko'prik ishlari boshlangan yo'q. Shu ishlarda amaliy yordam berishingizni iltimos qilaman. Mana shu kim yutib olgan bo'lsa, mana shu insonlar bilan shu ko'priklarni xalqimiz uchun xizmat qilishga, foydalanishda yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Shuningdek, hurmatli deputat, Yangiyer mahallasidagi ko'priklar 141-son, prezidentimiz 141-son qarorida loyihalashtirilgan yo'llar, qishloq joylarini rivojlantirish bo'yicha, infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha tezlashtirishga albatta qurilish qonuni turibdi. Birgalikda ishlab tezlashtirib beramiz. Marhamat. Ikkinchi o'rinda o'zimizdan hisobotimizda kafolat reyestrlari bo'yicha mana aholi bankiga ta'minlash ular kafolat reyestridan chiqarish masalalarini ko'taramiz. Mana hozir nasib bo'lsa kelasi hafta Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan mana shu kafolat reyestrida turgan oilalarga qanday yordamlar ko'rsatish rejalashtiryapti. Xudoga shukur, mana tumanimizda qancha bir tadbirkorlarimiz bor, saxiy tadbirkorlarimiz. Ularda bir teng jalb qilgan holatda qanday bir amalga ishlatilyapti. Shunarli, bu masala bo'yicha kecha xabarlar bo'lganimizda O'zbekiston musulmonlar idorasi Islom ijtimoiy himoya milliy agentligining rahbari bir qator mas'ul tashkilotlar bo'yicha yig'ilish bo'ldi, topshiriq berildi. Biz hozir bir martalik yordam bo'yicha respublikadan 412 ming so'mdan mablag' ajratish belgilandi. Bundan tashqari tuman hokimining tashabbusi bilan 1000 dan ziyod aholiga qolgani tuman hokimligining mahalliy byudjet hisobidan 1000 dan oshiq aholiga, kambag'al reyestrli aholiga bir martalik moddiy yordam ko'rsatamiz. Hali tadbirkorlar jalb qilganimiz yo'q. Respublikadan ajratiladigan mablag' hamda o'zimizning mahalliy byudjetdan ajratishni rejalashtirdik. Yana savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidagi masala yuzasidan navbatdagi so'z tuman hokimining o'rinbosari Shakirov Shavkat Yo'ldoshaliyevga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'z ma'lumotini boshlasam, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish, aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning rol va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi KF-223 sonli farmoni ijrosi yuzasidan Uzrobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, jumladan qurilish sohasi bo'yicha kichik dasturlar ijrosi bo'yicha tumanda joriy yilda qurilishni ta'minlash sohasida
barcha dasturlar hisobidan tumanda 608 milliard so'mlik. O'tgan safar ham hokimimiz qisqacha to'xtalib o'tgandi, 1 trillion 200 milliard so'mlik tumanda hozirgi kunda ishlar boshlangan. Shundan hozir kichik dasturlar asosan qurilishlarga 608 milliard 125 ta loyihalarni hozir ish ketyapti. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 28-martdagi BQ 140 sonli qaroriga asosan Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarini kompleks rivojlantirish dasturi doirasida jami 68 ta obyektlarda 298 milliard so'mlik qurilish qudrat ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan bu hozirgi kunda xabarlarda 15 ta mahallada ishlar ketyapti. 15 ta mahallada asosan elektr ta'minotini yaxshilash, piyodalar uchun yo'laklar qurish, yo'l qurilishlari, ariqlar betonlash, ko'prik qurilishi, ijtimoiy soha obyektlarining qurilishi amalga oshirilmoqda. Bular bo'yicha asosan qisqacha aytsam 14 ta ijtimoiy soha obyektlari uchun 44 milliard so'mlik mablag' ajratilgan. Ular 17-24 maktablarda mukammal ta'mirlash, 22, 27, 37, 39, 43, 25, 49 son maktablarda rekonstruksiya va qo'shimcha bino inshootlar qurilishi hamda sport maydonlari qurishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 5 ta mahallada jumladan Buyuk Ipak yo'li, Fayzobod, Soqolli-tepa, Mehrligoh va Alpomish mahallalari hududlarida yangi maktabgacha ta'lim muassasalari qurish hamda jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari dastur doirasida 15 ta mahallada 58 ta yangi transformator o'rnatish hamda 280 kilometrga yaqin elektr tarmoqlarini tortish hamda elektr ustunlari qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda. Boya sessiya boshlanishidan oldin kengash raisi hamda kengash kotibi bilan birga qisqacha to'xtalib o'tildi, deputatlarimizga aytib o'tildi. Bu ishchi guruh kengash raisi ishchi guruh tuzishga taklif qildingiz. Mana shu yerda 140 sonli qarorga asosan 15 ta mahallada 90-80% ga yaqin elektr ta'minotini yaxshilash ishlari olib boriladi. Hozir ayrimlarda oxirgi ishlar, ya'ni shu asosiy elektr tarmog'idan aholi xonadonigacha bo'lgan ishlar amalga oshirilib, ishlar yakunlanyapti. Loyiha elektr ta'minoti loyiha ishlari yakunlanyapti. Bu 15 ta mahallada asosan 5 ta pudrat tashkilot bu qurilishlar tender savdolarni yuklagan. Bular bosqichma-bosqich ishlarni yakunlab foydalanishga topshirish jarayonida. Shu bilan birga ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 3 ta mahallada Madaniyat, Darband, Dokor mahallalarida 97,5 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortish rejalashtirilgan. Bugungi kungacha 61 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilib, bir dona suv to'plash va taqsimlash jo'natini qurish ishlari yakunlanmoqda. Shuningdek, Yangiyer mahallasida jami 3 ta piyodalar uchun osma ko'priklar qurish, Hayot mahallasida jami avtomobillar piyodalar o'tish uchun 3 ta ko'prik qurilishlari boshlab yuborilgan. Bu bitta pudrat tomonidan amalga oshiriladi, hozir o'zimiz bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Shu bilan birga Muzrabot tumanida taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida loyihalar yuzasidan gapirib o'tsam, bular uchun 2026-yilda davlat byudjetidan 110 milliard so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. 22 ta loyihada ishlar olib boriladi. Bularning natijasida bitta 476 o'ringa mo'ljallangan umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish, 20,5 kilometr yo'l infratuzilmasini yaxshilash, 6 dona transformator o'rnatish, 7 kilometr elektr tarmoqlarini qurish, 300 kilovatga yaqin qayta tiklanuvchi qurilmalar, quyosh panellari o'rnatish, 4 kilometr suv tarmog'i tortish, 3 dona ichimlik suv inshooti qurish, 10 kilometr sug'orish tarmog'ini qurish, 21 dona sug'orish quvrini qazish
sug'orish qurug'ini qazish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga 386 son qarorga muvofiq tumanda Jarqo'rg'on, Navshahar, Boldir, Turkmaniston Respublikasi chegaralari avtomobil yo'lining 26-57 kilometr qismlaridagi 24 kilometr yo'llarni ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Shuningdek, M39 xalqaro avtomobil yo'lining boshlang'ich qismidan Angor, Jarqo'rg'on chorrahasidan Qo'ng'irot burchagacha bo'lgan uchastkalar qamrab olinadi. Loyihaning umumiy qiymati 30 milliard so'm bo'lib, shundan 2026-yilda 15 milliard so'm, qolgan qismlari keyingi yilda bosqichma-bosqich ajratib rejalashtirilgan. Bundan tashqari tashabbusli byudjet dasturi bo'yicha 2026-yilda birinchi mavsumida tumanda 10 ta loyihada umumiy qiymati 11 milliard 872 million so'mlik 6 ta ijtimoiy obyektlar, bitta ichki yo'llarni asfalt qilish, shuningdek 2 ta maktab va bitta xizmat ko'rsatish texnikumlarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda loyiha oldi hujjatlari amalga oshirilib, bosqichma-bosqich bu tender savdolariga chiqarilmoqda. Bular jumladan Muzrabot tumanidagi Guliston mahallasidagi Qirg'iziston maktab atrofidagi 700 metr uzunlikda devor va temir panjaralarni o'rash, sun'iy qoplamalar ustidan qurish. Ikkinchisi bu 750 million so'm loyiha qiymati bo'lgan Albomish mahallasidagi 28 sonli umumiy ta'lim maktabida sun'iy qoplamalar ustidan qurish. Keyin 1 milliard 648 million so'm loyiha qiymati bo'lgan Chegarachi mahallasidagi Rayon Yuriy oilaviy shifoxona punktiga zamonaviy shifoxona qurish. 1 milliard 495 million so'm bo'lgan Muzrabot tumanidagi Dehqonobod mahallasida markaziy ko'chalar jumladan 5 ta ko'chalarda asfaltlash ishlarini amalga oshirish. Do'g'on mahallasidagi 54-sinf maktab faollar zalini qurish. Shafov mahallasidagi tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez tibbiy yordam qabul bo'lgan kapital ta'mirlash. Shafov mahallasidagi xizmat ko'rsatish texnikumini moddiy texnika bazasini mustahkamlash. 18 son umumiy ta'lim maktabi moddiy texnika bazasini yaxshilash. Shu bilan birga Muzrabot Darvozasi mahallasidagi 26 son umumiy ta'lim maktabi moddiy texnika bazasini yaxshilash. Shafov mahallasidagi tibbiyot birlashmasini moddiy texnika bazasini yaxshilash loyihalari jami 10 ta loyihada tez kunlarda ishlar boshlanib, qurilish ishlari hamda moddiy texnika bazasini yaxshilash ishlari amalga oshiriladi. Shuningdek, ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha ham o'tgan safar ham doimiy komissiyada bu haqda muhokama bo'lib o'tgandi. 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-son qarorga asosan tumandagi mahallalarda 20 kilometrga yaqin bo'lgan yo'llarni asfaltlash ishlari rejalashtirilgan. Hozirgi kungacha 13 kilometr yo'llarni asfalt ishlari amalga oshirildi. Bular boshlang'ich 3 chorak yakunigacha qolgan ishlarni asfalt ishlarini yakuniga yetkazamiz. Shuningdek, yana qurilishlar bo'yicha ko'p qavatli uylar qurilishi bo'yicha aytilsa, Yangi O'zbekiston qo'riqlasidagi mahalla sifatida tanlab olingan Yangidiyor mahallasida Bemor Aqtipra servis MChS tomonidan 28 ta ko'p qavatli uylar qurilishi loyiha ishlari amalga oshirilib, Darxon Domstroy MChS tomonidan qurilishlar boshlab yuborilgan 5 qavatli 20 xonadonli ko'p qavatli uylarning qurilishi boshlab yuborildi. Hozirgi kunda mana 5 ta ko'p qavatli uylarda qurishlar boshlangan. Xizmat qolganlar bosqinchi Qatlavan, poydevor qurishlari va boshqa qurishlar xizmati ketyapti. Qisqacha mana shu qurilish ishlari haqida qisqacha to'xtalib o'tdim. Savol uchun. Savollar bormi? Rahmat. Shavkat aka, Erpech chorrahasidan
39-marta burilishgacha, ya'ni jome bekat deymiz, shu burilishgacha piyodalar yo'lakchasi qurilgan. Burilishdan, shu jome burilishidan maktabgacha 200 metr masofada o'zingiz borganingizni ham aytdim. Shu masofada loyihada ko'rsatilgan piyodalar yo'lakchasi qurilmayapti. Sabab nimaga? 141 prezident qarori bo'yicha loyihada ko'rsatilgan talablar bajarilmayapti. Bu ishlarni tanlashgan xususiy korxonasi tomonidan qurishlari pudratchi sifatida tanlab olingan tender asosida. Bu siz aytgandek ishlar boshlanib, qisman yakuniga yetmay qolgan maktabgacha o'z loyihaning o'z asosiy maqsadi maktabgacha bo'lgan yo'llarda bolalarning xavfsiz harakatlanishi edi. Shu maktabgacha bo'lgan qismini shu 100-200 metr atrofidagi yo'l piyoda yo'lagi qolgan. Buni pudratchi bilan gaplashib tez kunda boshlaymiz. Bu oxirgi yetmasligi sal kechikish sababi orada bularda mablag' berishda sal muammolar bo'ldi. Endi mana mablag'ni olgan pudratchilar bu 3 ta mahallada ishlamoqda boshlayapti. Ijtimoiy sohadan 3 ta obyekti bor. Shu Oyat mahallasidan yaqinda boshlangan 8-bog'chadan qo'shimcha 120 o'rinli bog'chani qurishni boshlagan pudratchi. Bu ishlarni tez mana shu keyingi oyda yakunigacha tugatib to'liq yakunlagandan so'ng ishchi komissiya tuzib deputatlarimiz bilan birgalikda qabul qilamiz. Yana bitta taklifni so'raymiz, chunki bajarish oson bo'lgan. Shu jome burilishda yaqinda suv ta'minot korxonasi bor bizda, suv sotish bo'limi shunday. Shu asfaltni qozib ta'mirlash ishlarini olib bordi. Lekin o'sha joy shunday atrofi o'ralgan, bir tomonlama harakatlanish bo'lyapti. Hozirgi vaqtda maktab yakunlanayotgan bo'lsa ham, baribir ungacha o'quvchilar qatnaydi. To'garaklarga bu xavfsizligi juda xavf ostida qolyapti o'quvchilarning. Shuni o'zingizni vakolatingiz doirasida shu sizga qarashli bo'lsa kerak, suv ta'minoti shu bo'lim nima ishni bajarganmiz, tekislab yo'lni tekis qilib qo'ysa. Shuni bo'lsa maqsad muvofiq bo'lardi. Yo'llar tarafda, yo'lni buzib, yo'liga suv to'g'ri bosib tashlagan. Shoferlar bir tarafdan harakatlanyapti. Tezroq yo'l o'tib oladi. Ikkinchisi harakatlanadi. Bo'ldi, yozib oldim buni. Buni soha to'g'ri ishlamoqqa boshlaganida texnik shart olgan avtoyo'lda. Avtoyo'lda shu o'zi talabi bor, talabni yo'lni o'z holatiga qaytarib qo'yish jarayoniga ishlarni olib borish kerak. Bo'ldi, nazorat qilib siz aytgandek yo'lni to'g'rilatamiz. Yana kimda savollar bor? Marhamat. Sizlar qahramoningizga o'qigan Jamshid Amonovman. Sizga savolim quyidagicha-da. Mehnatobod mahallasida hozirgi kunda elektr energiyasi tarmoqlari 141 qaror bo'yicha ish olib borilyapti. O'sha narsani men nazorat qilganimda mahallada yurib, ba'zi joylari talabga javob bermayapti, ta'mirlash ishlari. Kabellar mana bunda solqi tashlangan, qo'yiladigan tayanch ustunlari qiyshiq qo'yilgan. O'shanga bir kuzatib, o'shani bir tuzatishga bir yordam berasizmi deyapti. Bu taklifda hozirgi endi ishchi guruhimiz ham xuddi shu asnoda tuzilyapti-da. O'zingiz o'sha hududda bo'lasiz, bitta mutaxassis beriladi. Mahallada jamoatchilik nazorat guruhi bo'ladi. O'shalar bilan birgalikda borib, o'sha hududdagi o'sha qilingan, loyihada qilingan ko'rsatilgan ishlarni nazorat qilasizlar. Tahlil qilib, o'sha mutaxassislar ko'rib, keyin natijasi bo'yicha ma'lumot beradi. ikkinchi savolim, mahallada yashovchi Eson Umidli fuqarodan bitta so'rov chiqarganman. Adashmasam 2-3 marta chiqardim, ijobiy natija bo'lmayapti. O'shanga bir izoh bersa. Nima yo'nalishida? Yo'l ochish, keyin o'shanga muammosi bor. Ustallar qo'yish. Deputat so'rovlari chiqarilgandan keyin o'shani o'zini muddatda albatta javobini berib yoki ijobiy hal qilish kerak. Agar ijobiy hal bo'lmasa o'shani tahlillar qilib berish kerak.
bizda orada bosim bahor masalasi sal bu boshida bo'lgan paytimizda to'g'ri mutaxassis bilan gaplashdim, shu xatlar kelganini aytdim. Tegishli tashkilotlar bilan o'rganib, buni yana qaytadan joyiga borib o'rganamiz birga. Muallif ishtirokida jamoatchilik nazorati bilan bir muhokama qilib o'rgansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu qancha vaqt o'tadi? Bu nazoratkorlarni birga o'tamizda. Hozir aytayotgan boyagi elektrdagi muammolarni o'rganib paytlar imkoniyatda shular Esanov Abdullohga Sizga men bog'langan xabaringiz. Ha, Esanov xabarim bor. Yana savollar bormi? Marhamat. 16-sayyor Jumayeva. Fidakor mahallada truba, ichimlik suv truba qo'ydi. Qishdan beri ochiq turibdi. Hech bir nimani tuproqim qo'ymadi, xalq o'zilar yopildi yarimta. Yur bo'lmaydi, yo'l tamom bo'ldi. Faqat tuproq ham bir joyda, yomg'ir bo'layapti. Bolalar maktabga bormayapti. Bir borib ko'ringizlar nima bo'layapti. Fidakor mahalla. Qaysi tomon ko'chasida? Sentralniy ko'cha bor, sentralniy ko'cha xalq o'zi yopildi. Borku ko'prikdan nimani Buyuk Ipak yo'l mahalladan ko'prikdan chiqqan Fidakor mahalla kirgani yo'q. Stadion yo'q hozir. Yo'q, ichkarida kirib Buyuk Ipak yo'l mahallaga kirish. Shuni ochilgan, shuni turibdi. Yo'l ish to'xtatildi. Umuman hech narsa bo'lmayapti. Faqat yo'l rasvo. Xavfli. Deputat mana bu xabar bo'lsa kerak, bu yerda Qatardagi ayrimlar xabari bor. Viloyat hokimimiz Fidakor mahallasiga yig'ilish o'tkazganlarda shu ish jarayonini borib ko'rganda sal ayrim komissiya sifatida bor tashkilotlar borligi borganda sal bir xatolik bo'ldi. Qaytadan tekshirish tashlandi xabar. Sifatsiz bo'lgan xabarim bor. Sifatsiz qismini turbalarni qayta olib chiqib, to'g'ri ish jarayoni sal surildi. Qurilish tashkilot mana bu hafta hozir asosiy ko'chada trotuar ishlari olib borish tezlashganligi uchun yonidagi liniyani toshlar amal qilgan jalb qilgan. Zaytga ko'chani bo'lib tushundim. Bor shu yerda mana bu yerda trotuar yonidagi ishni bajarishdan shu siz aytgan hududlarga yoptirib tezlashtiramiz. O'zi hozir 70% ga yaqin liniyani toshib bo'ldi. Qolgan shu 3 kilometrga yaqin tarmog'i bor. Asosiy qiyin yo'lda o'tib olgan. Sekin nazorat qilamiz uchun bajaramiz. Nazorat qiling iltimos. Marhamat. Shabada saylov okrugidan Muhammadiyevman. Shu Yo'lchi mahallasida Jaylov Qurbonov ko'chasi bilan Olimpiyskiy ko'chasining o'rtasida bir ko'prik joylashgan. Shu ko'prikdan aholini ko'p qismi shu ko'prikdan o'tadi. Maktabga, bog'chaga. Ana shu ko'prik hozir bir nosoz ahvolga kelib qolganda shu nima deydi, yomg'ir bir tarafini nimasini o'pirib ketgan. Shu aholi o'zi xaltaga qum nima qilib ancha joyini bir tomonini nima qildi. Lekin baribir xavfli bo'lib turibdi-da. Shuni borib ko'rib nima qilish chorasini ko'rish kerak. Bu bo'yicha so'rovingizni ham ko'rdim. So'rab bergan ekan. Endi rasmlari bilan sizga tashlab berdim. Rasmlarini bilan ko'rdim, boya siz bilan sessiyadan gaplashib olgan. Bu ko'prik obodonlanish balansdagi ko'prik emas. Bu hashar yo'lidan qurilgan. Shu piyodalar foydalanish uchun qilingan ko'prik. Shu ta'mir talabiga masalasi bo'yicha imkon qadar chetlarga suv urgan joylar bor ekan. Ta'mirlash bo'lmasa dasturga qo'yib qaytadan zamonaviy ko'prik qilmasak bo'lmaydi. Nazorat qilib ko'raman. Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasida tarqatilgan. Hozirgi mana bu savol-javoblarda kelib chiqqan muammolarni qo'shimcha sifatida qo'shib qaror loyihasini tasdiqlasak bo'ladimi? Bo'lmasa qaror loyihasini qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 3 va 4 masalalar O'zbekiston Respublikasi Nurobod tumani mahalliy byudjetining
2026-yil boshida shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish hamda Muzrabot tumani mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak daromadlar rejasidan orttirib bajarilgan qismi hisobidan mablag' ajratish to'g'risida kun tartibidagi masalalar yuzasidan muzokara uchun so'z xalq deputatlari Muzrabot tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Musayev Lazizjon Zafarovga beriladi. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 119-120-126 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashining 2026-yil 12-martdagi KQ 325B sonli qaroriga muvofiq tuman mahalliy byudjetining 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lar miqdorini xarajatlar turlariga yo'naltirish takliflari bo'yicha qisqacha mulohaza qilmoqchiman. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabr kunidagi 665-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 50 tonna bitum mahsulotlarini xarid qilish xarajatlari uchun 335 million so'm mablag' O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi Respublikada ko'kalamzlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 46-sonli farmon bilan butun mamlakat miqyosida yashil makon umummilliy loyihalarini tatbiq etganligini inobatga olib, davlat ahamiyatidagi M39 avtomobil yo'lining Muzrabot tumanidan o'tgan qismini Muzrabot darvoza mahallasi hududida yo'l yoqalarida ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun suv quvurlarini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarga 80 million so'm mablag' o'z maqsadi va yo'nalishlari bo'yicha sarflash rejalashtirilgan. Yuqoridagi bayon etilganlarga asoslanib xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan xulosa berib hamda tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga shu masala kiritildi. Shu masalaga ovoz berishlarini so'rayman. Savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibidagi 3-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa qaror loyihasi qo'lga tarqasida berishlarini so'rayman. Rozilar. Rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli rais, qo'shimcha bor edi. Dumlar orasida 300 millionga bitta hojatxona qurishmiz. Ikkita hojatxona. Shafon mahallasida Og'rutda tushgan domlar remont bo'lyapti. 150 milliondan ikkita hojatxona qurishimiz kerak. Xonalarga nima bo'ladigan bo'lsa, sessiya qolish ko'rib chiqa biladimi? Ilojimiz sessiyada ko'rib bersak, o'zlaringiz kecha borib o'rgandilaringizku. Komissiya bilan. Ikkita hojatxona juda Komissiyaga kiritganmidingiz? qo'shimcha kiritaylik deb. Qo'shimcha kiritaylik deb. Imkoniyat bormi? Ishlar boshlangan, kecha borib birodan borib ko'rgandik, o'rgandik. Ish ketyapti hozir. Ish boshlangan. E'tirozlar o'zgargan ish. Yo'q. Masalan, o'sha qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirish kiritasizlar. Kiritaveraylik. Rahmat. Ikkinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 119-120-126 moddalarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Kengashining 2026-yil 12-martdagi KQ 325B sonli qaroriga muvofiq tuman hokimligi, iqtisodiyot va moliya bo'limi hamda
mutasaddi tashkilotlar tomonidan tuman mahalliy byudjetining 2026 yil birinchi chorak daromadlar xarajatlari rejasidan ortib bajarilgan qismining hisobidan 750 million so'm miqdoridagi mablag'lar xarajatlar turlari yo'nalishlari takliflari bo'yicha qisqacha ma'ruza qilmoqchiman. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 5072 soni va 2022 yil 25 oktyabrdagi PQ 409 son qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida tashabbusli byudjet jamg'armasining yo'nalishlari uchun 225 million so'm, tuman hokimligi binosini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida zamonaviy yangi elektr generator divizion xarid qilish uchun 100 million so'm, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 fevraldagi ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimini yana takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 48 soni hamda xalq deputatlari Muzrabot tuman kengashining 2026 yil 12 martdagi 818-23-8-115 K 26 sonli qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi mavjud ko'p kvartirali uylarni joriy va mukammal ta'mirlash xarajatlari uchun 200 million so'm. Muzrabot tuman hokimligining 2026 yil 26 mart kunidagi 8 sonli bayonnomasini inobatga olib, Mirzo Ulug'bek vorislari Respublika tanlovining Muzrabot tuman bosqich g'oliblarini taqdirlash bilan bog'liq xarajatlar uchun 10 million 300 ming so'm. Tumanda o'tkazilgan 2026 yil Navro'z umumxalq bayramlarini tinch osoyishta ta'minlanganligi uchun o'z vazifasini sidqidildan bajargan tuman IIB xodimlarini tuman hokimligi tomonidan taqdirlash bilan bog'liq xarajatlar uchun 48 million 700 ming so'm. Tumandagi 2026 yil Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan o'tkazilgan milliy kurash musobaqasining tadbirlar bilan bog'liq xarajatlar 2026 yil birinchi chorakdagi tumandagi mahallalarda fuqarolarning to'lanishi kerak bo'lgan soliqlarni undirishdagi eng yuqori natijaga ko'rsatgan mahalla yettiliklarni taqdirlash hamda tumanda markazlashgan holda ipak qurti boqish ishlarida ayollarni taqdirlash xarajatlari uchun 117 million 638 ming so'm. Tuman hokimligidagi ZOM platformasidan foydalanish xizmatlari xarajatlari uchun 10 million 808 ming so'm. Tuman hokimligiga qarashli uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limining set kabellarini almashtirish xarajatlari uchun 1 million 792 ming so'm. Tumandagi davlat yerlarini tuman hokimligi zaxirasiga qaytarish bilan bog'liq xarajatlar uchun 5 million 562 ming so'm. Tuman sport maktabining moddiy texnika bazasini mustahkamlash xarajatlari uchun, ya'ni velosiped xarid qilish uchun 30 million so'm mablag'lar o'z maqsadi va yo'nalishlari bo'yicha sarflanishi rejalashtirilgan. Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib, xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya tomonidan xulosa berildi hamda tuman kengashi sessiyasida kun tartibi ushbu masalalar kiritildi. Ma'qul bo'lsa, shuni tasdiqlashlarini so'rayman. Savollar yo'qlar bormi? Kun tartibidagi 4-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasidagi tarqatilgan loyiha bo'yicha o'zgartirishlar, qo'shimchalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 5 va 6 masalalar Muzrabot tumani bo'yicha 2026 yil 1 apreldan 2026 yil 1 oktyabrga qadar sug'orish ishlari uchun ajratilgan suv limitini tasdiqlash hamda Muzrabot tumani yo'lchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida Mening bog'im loyihasi doirasida yashil bog' tashkil etish to'g'risida kun tartibidagi masalalar yuzasidan muzokara uchun so'z Xalq deputatlari tuman kengashining agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zosi Ortiqova Umida Jumayevga beriladi. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda chora-tadbirlar to'g'risidagi 5-sonli qarorining ijrosini ta'minlash, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasini voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni tashkillashtirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, irrigatsiya tizimlari hamda hududiy qishloq xo'jaligi boshqarmalari har yili 1-aprelga qadar qishloq xo'jaligi 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun 1-oktyabrga qadar kuz-qish davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini suv iste'molchilari bo'yicha tasdiqlangan limit doirasida ishlab chiqildi. Tumanda qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida suv ta'minotini yaxshilash hamda suv limitlaridan oqilona foydalanish yuzasidan suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan quyidagi tadbirlar amalga oshirilgan. Xo'jaliklar aro irrigatsiya tarmoqlarini tozalash, ulardagi gidrotexnik inshootlar hamda gidropostlarni ta'mirlash ishlarini bajarish, obyektma-obyekt jamlanma chora-tadbir ishlab chiqilib, mas'ullar belgilangan hamda tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasiga aloqador irrigatsiya tizimi boshqarmasi va tuman hokimligi tomonidan tasdiqlangan. Mazkur tasdiqlangan chora-tadbir bo'yicha bugungi kunga qadar 22 kilometr uzunlikdagi xo'jaliklar aro irrigatsiya tarmoqlarini tozalash, ulardagi 24 dona gidrotexnik inshootlari hamda 24 dona gidropostlarni ta'mirlash ishlari bajarilgan. Shuningdek, suv iste'molchilari uyushmalari hamda fermer xo'jaliklari hisobidagi ichki sug'orish tarmoqlarini tozalash, ulardagi gidrotexnik inshootlar hamda tozalash, gidropostlarni ta'mirlash grafikini to'liq ishlab chiqilib, mas'ullar belgilangan hamda tumandagi aloqador tashkilotlar va tuman hokimligi tomonidan tasdiqlangan. Mazkur tasdiqlangan grafikka asosan bugungi kunga qadar suv iste'molchilari uyushmalari hamda fermer xo'jaliklari hisobidagi 142,8 kilometr uzunlikdagi xo'jalik ichki sug'orish tarmoqlarini mexanizm yordamida, 488,7 kilometr uzunlikdagi xo'jalik ichki sug'orish tarmoqlarini qo'l kuchi yordamida tozalash, ulardagi 201 dona gidrotexnik inshootlar hamda 224 dona gidropostlarni ta'mirlash ishlari bajarilgan. Shuningdek, 2026-yil mavsumida amalga oshirilayotgan tadbirlar yuzasidan tumanda bugungi kunga qadar 197 dona fermerlarning suv olish quloqlar suvini o'lchash, rostlash vositalari jihozlash ishlari ham amalga oshirilgan. Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib, xalq deputatlari tuman kengashining agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan xulosa berildi hamda tuman kengashi sessiyasi kun tartibida ko'rib chiqish masalasi kiritildi. Hurmatli deputatlar, komissiyaning qisqacha xulosasini sizlarga o'qib eshittirdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Suv yetkazib berish xizmati kim degan? Mas'ul qonun bilan ekologiyalanchi. Mana ikkita masala bo'yicha kimdir savollar bo'lsa, mana soha vakillari sizlarga javob berishga tayyor. Marhamat, savollar bormi? Marhamat. Kimga? Qaysi savol? Suv xo'jaligi bo'yicha. Prezidentimiz 709 sonli qarori bo'yicha viloyat va tumanlar kesimidagi tumanlar zaxira yerlarini auksion platformasiga qo'yib 50 so'qdan yer berilganda tumanlar kesimida, mahallalar kesimida. O'shanda hozir soliq chiqyapti, bizga har bir yilligimizga 800 mingdan soliq hisoblanganda. Lekin biz o'sha yangi olgan yerlarimiz uchun bir oyda 450-500 ming so'm 3 gektar 50 sotixga ketyapti. Biz 6 kishi olgan bo'lsak, har bitta suv ketyapti. Shunga endi ham yilligiga misol salkam bir kishiga 1 million so'mga boryapti-da. Bu nimani hisobidan mujol soliq hisoblanyapti? Shunga bir qanday bir siz izoh bera olasiz?
u o'sha yili 2024-yilda 5-sonli qaror bilan suvdan oqilona foydalanish va samaradorligini oshirish bo'yicha shu soliq stavkalari bilan birgalikda shu prognoz ko'rsatkich qilingan. O'sha vaqtda tumanga kirgan suvni limiti o'sha vaqtda prognoz ko'rsatkichda общийga soliq prognozi ko'rsatkichida koeffitsiyentida qo'yilgan o'sha vaqtda. O'shaning evaziga u suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi to'liq uni suvni qo'ymagan. Bu o'sha qaror bo'yicha qo'yilgan общий suv. Endi qarorda belgilab qo'yilyapti, aholi hududiga yaqin bo'lgan joydan, suvga qulay bo'lgan joydan samoxod chiqsin deganda, misol uchun bu maqsad kambag'allikni qisqartirish maqsadida berilyapti. Aholi kambag'al maqsad to'g'rimi? Mana bitta hozir nimaga nasoz olyapmiz bizlar suv, o'sha suv bilan. 5-6 odam 450 ming, 500 ming so'm atrofida oylik xarajat bo'lyapti. Suv nasozni o'ziga. Yana yillik soliq to'layapmiz biz. Yangi bitta kishi 1,5 million to'layapti. 1 yil mobaynida. Shu yerda hozir bu bunday 1 yilga ko'paytiradigan bo'lsangiz, ko'p narsani tashkil etyapti, keyin biz ijro to'lovlariga, son to'lovlarga qiynalib qolyapmiz-da. Soliq masalasida bular javob bera olmasa kerak menimcha. Endi suv xo'jaligi bo'lgandan keyin o'sha bevosita o'sha pul ishlarga borib tushadi o'sha pullar. Yo'q. O'sha mutaxassislarimiz bor, o'sha masala bo'yicha. Shuni bir qayta o'rganish choralari bormi? Bor. Biz endi ham nasos yangi elektrosetiga pul to'layapmiz. Tushunarli bo'ldi. Savol tushunarli. Sizga javob bera olasizmi shu masala bo'yicha? Yo'q, o'sha mutaxassislarimiz bor, o'shalar ko'radi, shug'ullanadi. Shular o'sha. Demak, mana shu savolda mazmunni ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsangiz, deputatimizga yozmalar ishlab yo'qolmasa, ko'p kishi endi bunday raisiga aytuvchi o'rganib javob berasiz. Xo'p bo'ladi. Ko'p odam bundan nima qilyapti-da, u yerda tashlab ketyapti, ba'zi nimalarni ishlar band qilish uchun berilyapti shu narsa. Tushundingizmi? Yana savollar bormi? Suv yetkazib berish xizmati xodimlariga. Rahmat. Savollar bo'lmasa, kun tartibi 5-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rishsa, qaror loyihasida tarqatilgan loyiha bo'yicha o'zgartirishlar, qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa, qo'lda tasdiq berishdan so'ng rozilar, rahmat, qarshilar, qaror qabul qilinadi. Demak, keyingi masala Ikkinchi masala, Muzrabot tumani Yo'lchi mahallasi fuqarolar yig'ini hududida Mening bog'im loyihasi doirasida Yashil bog' tashkil etish to'g'risida. Barchangizni xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 26-martdagi jamoatchilik fikri asosida ishlab chiqilgan Mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida 156-son qaror asosida tashabbusli budjet orqali fuqarolar tomonidan qoldirilgan takliflarga ko'ra tumandagi Yo'lchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan tuman zaxirasidagi 80 gektar yer maydoniga Mening bog'im loyihasi doirasida yashil bog' tashkil etish taklifi g'olib deb topilgan. Yuqorida bayon etilganlarga asoslanib, xalq deputatlari tuman kengashining agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan xulosa berildi hamda tuman kengash sessiyasi kun tartibiga ushbu masala kiritildi. So'zim yakunida mazkur qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Rahmat. Ma'ruzashga savollar bormi? O'tiring. Mutaxassislar 6-masala yuzasidan ekologiya bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etyapti. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat. Savollar yo'qmi? Bor. O'rganib bo'lyapti. Demak, bunga mas'ul sizlar, to'g'rimi? Bu shunday bo'ladi, mavjud masala tomonidan belgilangan bo'lsa, bu o'rmon xo'jaligi qaratiladi. O'rmon xo'jaligi biriktiriladi, o'rmon xo'jaligi xodimlariga qarab, o'sha qaror nimasida e'tibor berib, shu berib, ko'rsatib qarish qo'yadi. O'rmon xo'jaligi ekiladigan daraxtlar, ko'chatlar she'rga, sharoitga mos ishlash kerak. O'zimizda hozir ekyapmiz, bari yana orqasi bo'lmayotganligi uchun turib ketyapti. Maqsadimiz bitta yashil makon yaratish. To'g'rimi? Shuning uchun o'sha sharoitdan kelib chiqqan
daraxtlarni ko'proq ekish kerak. Shunday Muzrabot tumani iqlimiga moslashtirilgan va o'suvchanligi yaxshi. Chunki bu yerda sho'rlik darajasi ko'proq Yo'lchi mahallasida, agar shu men bilgan joylarni bo'lsa, iloji bo'lsa atrofiga hozircha jiyda ko'chatlarni qalamchasini ko'proq ekish kerak, chunki ko'tarilib olgandan keyin yoniga soya bo'lgandan keyin boshqa daraxt eksa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday jiyda. Chunki hozir u qanaqa bir qimmat daraxt olib kelib ekiladi, ma'lum vaqtdan keyin qurib ketadi, foydasi yo'q. Chunki sharoitdan kelib chiqargan mahalliy sharoitga mos tartibish. Chunki bir ko'tarilib olsa, yonida keyin eksa boyagiday shu birinchidan u sho'rni oladi, keyingi nimada shularga qo'lga olasizlar. Maqsad shu. Qo'lga olasizlar. Demak, mana shu Yo'lchi mahallasida shu yashil bog'lashga yetish mening bog'im doirasida. Buni albatta boshqacha chiroyli qilib. Loyiha qilib, loyihaga qo'yiladi. Yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibidagi 6-masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqsak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyihaga o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Hozirgi, demak, hozir mana Laz Musayevni ta'kidlarini inobatga olgan holda, demak, o'sha sharoitdan kelib chiqib, Yo'lchi mahallasining sharoitini inobatga olib, shunga mos daraxtlar, ko'chatlar ekishni o'sha loyihaga kiritsangiz, qaror loyihasiga nazoratini ham shu o'zlaringizga yuklaysizda. Ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa, qaror loyihasini mana shu qo'shimchalar bilan qabul qilsak, rozilar, rahmat, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, shu bilan kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tishi haqida kimda qanday fikrlar bor? Xalq deputatlar tuman kengashining 22-sessiya ishini yopiq deb e'lon qilindi.